Yog'ni o'ziga shimmagan, me'daga tegmaydigan qasir-qusur qatlamalar sirini bilmoqchi bo'lsangiz, videoni o'tkazib yubormang. Iliqqina suv, tuz solib, o'rtacha qattiqlikdagi xamir qoramiz. Xamirni 15 daqiqa tindirgach, kichkina zuvlachalarga bo'lib qo'yamiz. Diqqat qiling, birinchi sir: 3 ta 4 ta zuvlachalarni birgalikda kraxmal yordamida yoyib olamiz. Qatlamalarning qavatlari ideal bo'lib chiqishi uchun kraxmal katta rol o'ynaydi. Zuvlachalarni hammasini yoyib olgach, videoda ko'rsatilgandek yog'lab hamda o'rab olamiz. Sari yog' o'rniga maydalangan ko'katlar hamda qirg'ichdan chiqarilgan pishloq qo'yib o'rab olishingiz mumkin. Videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, yurakchani qizartirib qo'ying. Men esa qatlamalarni pishirishdagi ikkinchi sirni o'rgataman. Tayyor xamirlarimizni bo'laklarga bo'lib, 1,5 sm qalinlikda yoyib olamiz. Tovaga 4-5 qoshiq yog' solib, ikkala tomonini qizartirib olamiz. Ana shunda qatlamalaringiz idealni bo'lib chiqadi. Nonushta dasturxoningizni bezaydigan, issiqqina kofe bilan zo'r ketadigan qatlamalarimiz tayyor. Yoqimli ishtaha. Videoni yaqinlaringiz bilan ulashishni unutmang.